Assalomu alaykum hurmatli Savdogaruz kanalining kuzatuvchilari. Bugun mana 1-iyul 2025-yil hafta kuniga seshanba. Biz Namangan viloyati Namangan shahrida joylashgan, xalq tili bilan aytganda Promzonadagi Shamshiboy taxta va qurilish mollari bozoridan video lavha tayyorladik. Xudo xohlasa sizlarga manfaatli bo'ladi degan umiddamiz. Videomiz yoqadigan bo'lsa like va podpiska tugmasini bosib, uzoqdagi yaqinlaringizga jo'natib qo'yishingizni iltimos qilamiz. Taxta narxlari, temir narxlari bo'yicha iloji bo'yicha tanishtirib o'tamiz. Qani boshladik. Savdogar akamizning nomerlari 91 369 33 23. Taxta sotadigan aka, ismlari Abdulaziz, telegramlari bor. Bemalol aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Hali temir pushlar kelmabdi. Sizlarga taxta narxini tanishtirib o'tamiz. Mana bu taxtamiz 8 ga 2 deb aytiladi, lekin to'liq 8 ga 2 chiqmaydi. Buni narxini 21,5 ming so'm qilib beramiz. 100% sasni zavodskoy pachkali. Bu taxtamiz esa strapilalik, uzunligi 4 metr, quruq, 100% sasni, sifatlari a'lo darajada, tilinishlari yorilib ketmasin deb ustilarini yopib qo'yishgan ekan. Orqasini ham ko'rsatib o'taman. Sifatlari a'lo darajada, garbili yo'q, birinchi sort, 100% sasni. Belarusniki emas, Rossiyaniki deyishyapti. Belarus taxtalari Rossiyanikiga qaraganda sal sifatsizroq, arzon bo'lar ekan. Bu yerda esa shpuntoviy pol taxtamiz. Qalin razmer so'raganlar uchun iğne 11, qalinligi 2,7-2,8 chiqadi, uzunligi 4 metr. Buni narxi 65 ming so'm o'tib berishar ekan. Agar bizni kanaldan ko'rdik deb murojaat qilsani, dastavkalarga chiqib berishar ekan. Xudo xolasa Namangan viloyat bo'ylab bepul dastavka, boshqa viloyatlarga esa kelishilgan holda yetkazib berish xizmatlari ham bor ekan. To'lov usullari naqd pul, klik pul o'tkazish yo'llari bilan amalga oshiriladi. Buni razmeri esa iğne 12, qalinligi 2, uzunligi 4 metr. Buni narxini ham 50 ming so'm kelishtirib berishar ekan. Sifatlari a'lo darajada. Bu ikkitasi ham rossiyskiy taxta hisoblanadi. Bir-biriga kiradigan qulf kaliti deydi. Sifatlari a'lo darajada. Bu qalinroq strapila so'raganlar uchun balka qilib ham ishlatishsa bo'ladi. Buni razmeri iğne 11, qalinligi 4 pilisavoy razmerda. 4dan oshiq chiqadi. Buni narxi 75 ming so'm. 42-43 ko'rsatadi, iğne 11 ko'rsatadi, uzunligi 4 metr. Xo'p, bu yoqda arzon skidkadagi taxtalarimizni tanishtirib o'tamiz. Razmeri 15 ga 5, uzunligi 4 metr, listva laga to'sin uchun hisoblanadi. Ishlatishga tavsiya qilamiz. Terakki narxida azizlar. Diqqat qilishingiz, narxi 110 ming so'm. Sifatlar a'lo darajada, garbili yo'q. 110 ming so'm, 15 ga 5 listva. Bu yerda esa reykalarimiz, shifer reyka uchun bu kattarog'i, razmeri 5 ga 3, narxi 6 ming so'm. Bu yerda sal kichikroq razmerdagisi bor, 5 ga 4 deb sotiladi. 5,5 ming so'm bulusini qilib beramiz 1 metrni, bulusini esa 5 ming so'm qilib beramiz. Bulusi 4 ga 3 razmerdagisi. 4 ga 3 5 ming so'm. Bu esa mana bu salafanda Ipakovichni kranda olib kelib tushiriladigan taxtamiz. Sifatlari a'lo darajada. Narxi 72 ming so'm. 15 ga iğne, qalinligi 3, uzunligi 4 metrlik quruq taxtamiz. Rossiyaniki. Seftivkar degan shaharniki. Bilganlar bo'lsa, izohlarda yozib qoldiringlar. U yerdan yana qanaqa taxta mahsulotlari keladi. Bu patolochniy reykamiz 3 ga 2, uzunligi 4 metr, narxi 2500 so'm 1 metri.
Bu qo'l uchun hisoblanadi. Strapilerin uchiga shapka deydi ko'pchilik. Buni 1 metr narxi 11 ming so'm. Iğne 7 cm, qalinligi 4 cm deb aytiladi. To'liq chiqmaydi, bozorda aytilishi shu. Bu yuqorida aytib o'tganim safety car taxtamizni boshqa razmerdagisi. Iğne 10, qalinligi 3, uzunligi 4 metr. Mana bu taxtamizdan mana narxi 50 ming so'm kelishtirib beramiz. Bu pukovishni taxtamiz lapsha deydi, pechatli. Buni narxi 20.500 so'm. Optim narxi, xudo xolasa istaganingcha yetkazib beramiz. Bunisi esa qalinroq razmerdagisi 8 ga 2 chiqadigani tilinishlar a'lo darajada. Buni 25 ming so'm qilib beramiz. 8 ga 2si 25 ming so'm, 8 ga 2 chiqmaydi, 1.7 1.8 chiqadigani 20.500 so'm azizlar. 4.500 so'm bir donasida farq qiladi. Adashib qolmani. Bu shpuntoviy pol taxtamizni 3 metrli hozir sezoni, kravat sezon, uyda oila davrasida dala hovliga qo'yib, kravatlarga, so'rilarga tayyorlanadigan pol taxtamiz. Narxlar bilan tanishtirib o'taman. Iğne 12 li, uzunligi 3 metrli, qalinligi 2, narxi 36 ming so'm qilib berdi. 40 ming so'm sotildi. Bunisi 10 ga 2 lidan ochilgan, 9 ga 1.8 qolgan. Narxi 25 ming so'm qilib qo'ydi buni. Bunisi esa 11 ga 2.7 qolgan shpuntaki. Buni narxini 42 ming so'm qilib qo'ydi. Narxlar arzon, xudo xolasa bemalol murojaat qilib zakaz qilishingiz mumkin. Sifatlari a'lo darajada, 100% Rossiyaniki, quruq, 100% sasna taxtalarimiz. Bu yerda karta taxtalarimiz, eshik rom, qurilish, ishlab chiqarish foydalanuvchilar uchun xudo xolasa qulay narxda taxtalarimiz kelgan. Bularni har xil razmerdagisi bor. Buni har bittasini tanishtirib o'ta olmayman, to'g'risi. Qo'limdan kelgancha narx-navosi bo'yicha aytaman. Yana sizlarga qanaqa taxta mahsulotlar, razmerlari kerak bo'lsa, istagan turdagi mahsulotlarni topib berishadi. Videoda bo'lmagan razmerlar ham skladda mavjud. Bunisi 14 ga 4,5, uzunligi 4 metr. Mana bu taxtamizdan qarag'ay. Buni narxi 90 ming so'm ekan. Mana pachkada ko'rishingiz mumkin. Iğne 17, qalinligi 4,5, uzunligi 4 metr. Buni 115 ming so'm qilib berishar ekan. Bunisi 14 ga 3,5 ekan, uzunligi 4 metr ekan. Narxi 71 ming so'm ekan. Quruq, 100% sasna ekan. Yana. Bu tepadagisi 9 ga 32 ekan. Buni narxi 46 ming so'm ekan. Bunisi 14 ga 5ligi ekan, 100 ming so'm ekan. Bular lager tursin uchun, mansardli, qalinroq strapilar uchun xarid qilishyapti. Sifatlari yaxshi, a'lo darajada. Bu yerda esa 3 metrligi joylashgan. Buni narxi esa 32 ming so'm, 10 ga 3ligi. Mana pachkada turibdi. Buzib, yuklab, chiroyli qilib jo'natib berishadi. Mana. Bu esa kattaroq razmerdagisi. Buni narxini 56 ming so'm qilib berishar ekan. 14 ga 3,5, uzunligi 3 metr mana. Mana bu taxtalar. Bular qopli taxta hisoblangan uchun, bular sifatlari yaxshi, quruq. Shuning uchun qopda keladi. Oftobda buralib, xunaga chiqib ketmasligi uchun. Bruslarimizni ham aytib o'taman.
13,5 13,5 6 metrli brus 15,15 deb sotiladi. Buni narxi 550 misam, bulusi 15 kun deyiladi, to'liq chiqmaydi. 350 misam kelishtirib beramiz. 6 metrli strapilamiz 12 ga 4 deydi, 11 ga 33 bo'ladi, 88 ming so'm. Bulusi 14 ga 4, juda ham ser xaridor, yaxshi sotiladigan taxta hisoblanadi. Buni ishlatib yurgan ustakalarimiz bilishadi, mansardagi uchun ko'proq xarid qilishadi. Buni narxi 155 ming so'm. Bu yerda polilarimiz ochilmaganlari 14 ga 2 50 ming so'm, 11 ga 2 35 ming so'm, 9 ga 2 30 ming so'm. Mana bu taxtamiz esa klientimiz zakaz qilishgan tunukentoga taxta, ob'yom katta. Xudo xohlasa oldin ham xarid qilishgan, yana zakaz qilishdi. Sifatlari yaxshiligi uchun uni yuklab xudo xohlasa jo'natib beramiz. Kimga yana shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, nomerlarni qoldirib o'taman, bemalol chiqib aloqaga chiqishingiz mumkin. Bu yerda Lestva lagerligimiz razmeri 15 ga 5, uzunligi 4 metr, narxi 150 ming so'm. Lager to'sin uchun ishlatishadi. Bu 11 ga 4 6 metrli strapili 115 ming so'm. To'liq to'rli razmerda. Bu 6 metrli brus 10 gon, narxi 225 ming so'm. Bu 18 ga 5 4 metrli 18 ga 5 5 metrli lagamiz 210 ming so'm. Buni ko'pchilik so'raydi. Buni 15 ga 5i bor 195 ming so'm. 20 ga 5i bor 250 ming so'm. Bu yerda bozordagi joyimizda ozroq qolgani uchun bitta ikkita sal saralanib qolgani bor. Bundan ko'proq kerak bo'lsa, skeletimizda yetarli bor, yetkazib beramiz. Zakaz qilishingiz mumkin. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, agar videomiz sizlarga manfaatli bo'lgan bo'lsa, like va podpiska tugmasini bosib qo'llab-quvvatlashingizni so'rab qolamiz. Manzillarimizni yana bir eslatib o'tamiz. Namangan shahar Shamshiboy taxta va qurilish mollari bozori Promzonada joylashgan. Telegramda yozsan aka moqchi bo'lgan lokatsiya tashlab beramiz. Savdogar akamiz nomerlarini yozib qoldiraman. 91 369 33 23 Abdulaziz. 3-yo'lak taxta bozori 586-587 joyda joylashgan. Bemalol kelib taxtalar sifati bo'yicha qiziqib ma'lumot olishingiz mumkin. Assalomu alaykum hurmatli savdogar kanalini kuzatuvchilar. Mana navbatdagi strapili taxtamizda 200 dona 4 metrli sotdik. Yuklash jarayonida sifatlari a'lo darajada, garbili yo'q, 100% sasni. Haqqilabod Norin Furqatga ketyapti. Mana xaridorlar. Mana stopotchilar xarid qilishdi. Taxta yaxshi ekanmi aka? Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Dostavka xizmatlarimiz bor. Assalomu alaykum hurmatli savdogar kanalini kuzatuvchilar. Mana akaxonimiz Andijondan tashrif buyurdilar. Lager to'sinlik taxtalarimizni yuklash jarayonida sizlarga video lavha qilyapmiz. Mana 60 dona 18 ga 5 to'sindan oldilar. Mana bu strapilada 60 dona yuklamiz. Akaxon yo'qdimi taxta? So'raganmi? Bo'ldi aka. Yana xizmat bo'lsa aytaveriz, inshaalloh xizmatdamiz. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.